Kim shu zikrni qilsa, jin, sehr, balo u odamga yetmaydi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiladigan azkarus sabah val masa, ertalabki va kechki zikrlardan hisoblanadi. Bu hadis Abu Davudda, Tirmizida, Nasaida, Ibn Majada va Imom Ahmadda keladi. Usman ibn Affan radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kim bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim deb ertalab 3 marta aytsa, unga hech qanaqa balo yetmaydi. Va kim buni kechqurun 3 marta aytsa ham tonggacha unga bir balo yetmaydi dedilar. Shu duoni o'zimizga odat qilib olishimiz kerak. Men sizlarga o'zim tajriba qilib, deylik 20 yildan beri aytaman. Alhamdulillah qoldirmaganman va doim buni fazilatini va bu duoni barakasini ko'rganman. Va boshqa ertalabki va kechki duolarga o'zimizni odatlantirishimiz kerak. Azkarus sabah val masa o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan ertalabki, tongi va kechki zikrlarga o'zimizni odatlantiraylik va buni barakasini, buni ta'sirini hayotimizda aniq ko'ramiz inshaalloh. Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin.